o'sha 30 million 900 so'mgacha kredit ajratiladi. Masalan, xonadonda nogironligi borlar, davlat ta'minoti, davlat himoyasiga olindi, o'shalarga 4 yil muddatga ajratamiz. Uni foizini davlat tomonidan qoplab beriladi. Bu 7-5% dan yillik foizlar beramiz. Foizini davlat tomonidan qoplab beriladi. Tanasini o'sha 30 million 900 da 36 oyga bo'lingandan keyin oyma-oy grafik asosida fuqaroning o'zi to'ladi. U davlat ta'minotida. Siz ham bu kreditdan foydalanishingiz mumkin, faqat siz o'sha 7.5% yilligini o'zingiz to'lab borasiz. Har oy 5 tanasidan kechib o'sha kishini kafil bir kishi uchun bir kishi kafil o'tmagan sug'urta bilan ajratilgan kreditlarni 70% qaytmayapti hamda. O'shaning uchun faqat kafil. Sizga ham yana ikki savolingizga 50 million so'mgacha mahalla loyihasi kreditimiz bor. O'zingiz nomingizga olishingiz mumkin. Buning uchun siz oxirgi 2 oyda ishsiz bo'lishingiz kerak. Hech qayerdan oylik tushmagan bo'lishi kerak. Lekin aytganimki bitta kafillik topsangiz